haqida gapirilgan vaqtda shaxsiy ma'lumotlar bu muayyan bir jismoniy shaxsga taalluqli bo'lgan. Ya'ni O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligida belgilangan tartibga ko'ra muayyan bir jismoniy shaxsga taalluqli bo'lgan va uni identifikatsiya qilish imkoniyatini beradigan muayyan bir qog'ozda yoki muayyan bir jismda yoki muayyan bir elektron shaklda qayd qilingan axborotlar tushuniladi. Shaxsiy ma'lumotlarni bugungi kundagi muhofaza qilishning dolzarbligi shundaki, o'tgan agar davrga qaraladigan bo'lsa, 21-asrga kelib umuman axborotni almashinuv sohasi juda ham tezlashib ketildi va bu o'z navbatida muayyan bir o'sha davlat idoralarini, davlat organlarini axborotga yoki fuqarolarning axborotga bo'lgan talablarni qondirish va ularni xavfsizligini ta'minlash, daxlsizligini ta'minlash bilan bog'liq bo'lgan bir qator muammolarni keltirib chiqaryapti. Va shu nuqtai nazardan qaraladigan bo'lsa, shaxsga doir bo'lgan ma'lumotlarni o'sha daxlsizligini ta'minlash, xavfsizligini ta'minlash maqsadida shu O'zbekiston Respublikasi ham bir qator qonun hujjatlarini qabul qilyapti. Endi shaxsga doir bo'lgan ma'lumotlar o'zi nima deydigan savolga javob beradigan bo'lsak, qaysilar deydigan savolga javob beradigan bo'lsak, biz faqat pasportni bilamiz va haydovchilik guvohnomasi, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Endi bu ma'lumotlarni turlari juda ham ko'p. Qonunda aynan mana shu ma'lumotlar shaxsiy ma'lumotlar degan cheklov yo'q. Demak, bu yerda shaxsga doir bo'lgan ma'lumotlar nima desa, aytishimiz mumkin. Misol uchun insonning shaxsni ismi sharifi, yoki bo'lmasam insonning bank kartalari, moliyaviy ahvoli to'g'risidagi ma'lumotlar, iqtisodiy ahvoli, ijtimoiy ahvoli to'g'risidagi ma'lumotlar, umuman muayyan bir turdagi o'sha kasallik tarixlarini misol keltirishimiz mumkin, bankdagi hisob raqamlarini keltirishimiz mumkin, elektron pochtalar yoki bo'lmasa muayyan bir turdagi o'sha elektron imzolari bularga hammasiga nima bo'ladi? Misol bo'ladi. Va buni bundoq qaraydigan bo'lsak, aynan mana shu bilan degan bir qonunda cheklov yo'q. Shaxsga doir bo'lgan ma'lumotlar albatta bu shaxsni identifikatsiya qilish imkoniyatini berish kerak. Ya'ni birinchi navbatda shaxsni aynanligini aniqlashga qaratilgan bo'lishi kerak. Kim? O'sha shaxsmi degan savolga javob berish kerak. Va shu nuqtai nazardan ham insonlar jamiyatda bir-biridan farq qiladi. Ya'ni inson deb tan olishimiz uchun, masalan, men Baxtiyor Hamidov bo'lishim uchun albatta bu meni birinchi navbatda shaxsiyatim bo'lishi kerak. Agar shaxsiyatim bo'lmasa, biz mana shu yerda o'tirgan hammamiz bir xil insonmiz. Bir xil, misol uchun erkak va ayollar. Va bulardan ajratadigan asosiy xususiyat bu shaxsiy ma'lumotlar hisoblanadi. Rahmat aytamiz ma'lumotlar uchun. Va qo'shimchalar bo'lsa, marhamat. Aynan birinchi savolimizga Bobur aka, agar sizda qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa, to'ldirishingiz mumkin. Marhamat, eshitamiz. Bundan misol uchun hozirgi kunda axborot rivojlanishi sababli shaxsiy ma'lumotlarni, ya'ni Baxtiyor aka aytdilar, identifikatsiya qilish imkoniyati. Avval maxsus organlar, ya'ni bitta shaxsni shaxsiy ma'lumotni identifikatsiya qilish imkoniyati qiyin bo'lgan bo'lsa, bugungi kun juda oson bo'lib qoldi. Ya'ni har qanday jismoniy shaxs boshqa bir shaxsga tegishli bo'lgan ma'lumotlardan foydalanib, o'sha shaxsni identifikatsiya qilib, ya'ni aytaylik ijtimoiy tarmoqlarda tanib olish imkoniyatiga ega. Aytaylik bugungi kunda ovoz, shaxsiy ma'lumot yoki hattoki shunaqa mini qurilmalar ham chiqqanki, DNK ma'lumotlaringizni ham identifikatsiya qilib ola oladi. U juda kichkina va ixcham qurilmalar. Bular identifikatsiya qilinishi bu ijobiy holatmi shunda? Kiber jinoyatlar avj oladi bunday holatlarda. Umuman olganda salbiy holat. Shunday bir narsani bir misol keltirgan bo'lardim. Buni ijobiy, salbiy degan masala bu nisbiy masala. Nima uchun nisbiy masala? Sababki, chunki misol uchun mana uyingizda turgan oddiy pichoqni oling. Oddiy pichoqda ham insonlar, mana ayollarimiz o'tiribdi, taom tayyorlashadi, to'g'rimi? Bu taom tayyorlash, bundoq agarda bundoq qaraladigan bo'lsak, bu katta savob ish. Bir insonni hojatini chiqarish. Lekin bir inson borki, shu bilan odamni so'yib tashlaydi yoki odamni pichoqlab qo'yadi. Demak, bu yerda endi maqsadga ko'ra davlat bir tomondan fuqarolarni o'sha boshqaruv bilan bog'liq bo'lgan qiyinchilikka to'g'ri kelyapti. Ya'ni bir tomondan ularni o'sha identifikatsiya qilish, aynanligini aniqlashda qiyinchilikka to'g'ri kelyapti. Nega qiyinchilikka to'g'ri kelyapti? Shu paytgacha bu qiyinchilik yo'qmidi? Ha, bor edi. Lekin bu tartibga solingan. Lekin bugun bu raqamlashtirilib ketdi hamma joy. Raqamlashtirilib ketgandan keyin mana oddiygina o'zimizni ijtimoiy kundalik hayotimizni olaylik. Bugun misol uchun bizni kundalik hayotimiz telefonga qarashdan boshlanibdi, qarash bilan tugayapti, to'g'rimi? Hammamiz ham misol uchun buni tan olishimiz kerak-da. Endi yoki bo'lmasa mana oddiygina misol uchun ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyatimiz yoki bo'lmasa mehnat bozorlarining onlayn shakliga o'tirishi.
to'lov tizimlarini onlayn shaklga o'tirish. Bular hammasi bunday olib qaraydigan bo'lsa, biz mehnat munosabatlariga kirishyapmiz. Va shaxsga doir ma'lumotlarni ham onlayn olish. Xuddi shunday, ha. Xohlasak, xohlamasak, baribir bu ma'lumotlarni biz tizimlashtirish, sifatga erishish, tezkorlikka erishish va bu bilan bog'liq bo'lgan bir qator masalalarda davlat endi o'sha muayyan bir turdagi boyagi eskicha usuldan yangicha raqamlashtirish usuliga o'tib bo'ldi. Bu albatta yaxshi-ku. Bu albatta yaxshi. Bir tomondan davlatga uchun yaxshi, lekin ikkinchi tomondan bu tomondan jinoyatchilarga ham qo'l kelyapti-da. Jinoyatchiga ham qo'l kelyapti va qo'l kelayotgani yomon tomoni bu yerda endi shaxsiy ma'lumotlarni qanday biz olishimiz kerak, qancha miqdorda olishimiz kerak, qaysilarini olishimiz kerak, qaysilarini biz qanday saqlashimiz kerak va bu saqlanayotgan paytda buni javobgarlik masalalari qanday bo'lishi kerak degan bir qator o'sha muammolar, savollar bugungi kunda o'sha huquq muhofaza qilish organlarida davlat oldida turibdi. Va dasturimiz davomida mana shu muammolar haqida gaplashishimiz kerak. Menimcha Komolaxon nimadir aytmoqchi edingiz. Albatta, mana ijtimoiy tarmoqlarda har birimizning o'z sahifamiz bor va u sahifaga biz o'sha ism familiyamizni, ism sharfimizni, hattoki suratimizni ham joylaymiz. Bu ham qaysidir ma'noda o'zimizning shu shaxsiy ma'lumotlarimizni ochiqlash, to'g'rimi? Bu qay darajada xavfli? Lekin mana odatda kuzatsangiz, aynan shu kiber jinoyatlarga oid jinoyatlarda sizga murojaat qilayotgan ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan murojaatchilarni shaxsi ochiqlanmagan bo'ladi. Ular turli nickname'lar, username'lar orqali murojaat etishadi. Men nima demoqchiman? Bizni shu ism familiyamizni yozib qo'yishimiz boshqalar uchun qaysidir ma'noda ishonchli inson ekanligimizni ham bildirib turadimi? Marhamat. Umuman olganda ism familiyani yozib qo'yish, siz yozib qo'ygan ismni men o'zgartirib qo'yishim mumkin, lekin buni haqiqiy ism yoki haqiqiy ism emaslik masalasini hal qilish texnik jihatdan hech qiymatlanadigan algoritm bor. Ya'ni siz internet orqali biror nima sotmoqchisiz, aytaylik bir yangi dastur. Dasturingizni hashlaysiz va uni sotuvga qo'yasiz. Sotib oluvchi dasturda yuklab olgandan keyin hashini tekshirib ko'radi. Agar qiymatlar o'zgarmagan bo'lsa, demak u original. Endi siz rasm joylaymiz deyapsiz, masalan, aytaylik, siz internetga biror farzandingizni bog'chaga tashladingiz-da, bog'cha oldida suratga tushdingiz misol. Bu suratni internetga joylayapsiz. Agar surat, uni orqasida meta axborot degan narsa bor, meta ma'lumotlar deydi. U bilan ketib qolsa, mana shu surat sizning telefoningiz modelini, bu rasmga qachon olinganligini, ya'ni soat nechida, qayerda olinganligini, ya'ni joyi, geolokatsiyasi, ya'ni sizning bolangiz qaysi bog'chaga borishini, aytaylik, kimdir shu bolani o'g'irlamoqchi. Misol uchun shu rasm orqali u bolani qayerda bog'chaga borishini aniqlab olishi mumkin. Bu qiyin ish emas bu. Lekin bu yerda imkoniyat yo'q, buni ko'rsatib berish ham mumkin. Va mana shu ma'lumotlar, bu ma'lumotlar bilan sizga zarar bermagan taqdirda ham siz qachondir Amazon yoki aytaylik onlayn to'lov tizimiga ega bo'lgan platformalardan to'lovni amalga oshirgan paytingizda sizning karta ma'lumotlaringiz o'sha to'lovni databazasida qolib ketadi. Qoladi o'sha yerda. Ya'ni API deydi, bu dasturchilar yaxshi tushunadi. U ma'lumotni sizdagini olib bazaga olib borib qo'yadi. Va hakerlar o'sha joyga phishing deydi-ku. Phishing qarmoq tashiydi. Qarmoq tashiydi. Bitta karta ma'lumoti bor, lekin mana bu siz internetga joylagan ismingiz mana shu kartada aynan sizga tegishli ekanligini tasdiqlash uchun, ya'ni haligi nima deydi? Verification deydi. Подтверждение qilish uchun asos ko'p xizmat qilib beradi. Ya'ni har qanday ma'lumot, u oddiy ma'lumot ham o'shani tasdiqlashga yordam beradi va ular sizga bemalol bilgandan keyin, ya'ni siz puli bor odamsiz, boysiz, biznesmensiz va shu hujumni amalga oshirishni boshlaydi. Ma'lumot to'playdi. Barchasi shaxsiy ma'lumot hisoblanadi. Shaxsiy ma'lumot. Demak, karta ma'lumotlarimiz ham shaxsiy ma'lumot kiradi. Berayotgan fikrlardan keyin bevosita keyingi savolimizga o'tishimizga bir imkoniyat bo'ldi. Asos bor. Demak, asos bo'ldi. Mana hozir siz aytayotgan sabablar bevosita har bitta shaxsning shaxsiy ma'lumotlarini sizib chiqishiga sabab bo'lyapti. To'g'rimi, yo'qmi? Ma'lumki, butun dunyoda, jumladan yurtimizda ham axborot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha bir qator choralar ko'rilgan. Buni o'zimiz tasdig'ini ko'ryapmiz. Ko'rilayotgan chora-tadbirlar yetarli bo'lmayaptimi? Yoki buning boshqa sabablari ham bor? Marhamat, boshqa ekspertlarimiz bo'lsa. Bu bo'lsa. savolga kim javob beradi? Assalomu alaykum. Boburjon, marhamat. Assalomu alaykum. Savol bo'ldi. Bu ma'lumotlarimizni hozirgi kunda asosiysini foydalanuvchilar o'zi bilmagan holatda ma'lumotlarni berib qo'yapti. Bu qaysi ma'noda? Masalan, xohlagan odamni so'rasak, veb-saytlarga kiradi, o'zini shaxsiy ism familiyasi bilan ro'yxatdan o'tadi. Qulaylik maqsadida yaratilgan deb o'ylaydi. Adashib noto'g'ri veb-saytlarga kirib ketib qolishi ham mumkin. U yoqda sekin astalik bilan ular barcha ma'lumotlarni yig'ishni boshlaydi.
o'ziga kerakli bo'lgan. Ularda bittagina veb-sayt bo'lmaydi, bir 5-10 ta bo'ladi. Ya'ni har xil ma'lumotlarni so'rab oladi. Masalan, bunisida ism familiya so'rasa, keyingisi kartani qo'shgin yoki nimadir degan qo'shimcha ma'lumotlarni olib borib, siz haqingizda juda ham ko'p ma'lumotlarga ega bo'ladi. Bu siz chiqib ketishingiz o'zi sizni kiber xavfsizlik bo'yicha gigiyeningizni to'g'ri shakllantira olsangizgina o'shanda siz unaqa veb-saytlarga noto'g'ri ma'lumotlar kirgizmaslikka harakat qilishni boshlaysizlar. Ikkinchi sizib chiqib ketishi deganda, misol uchun kiber hujumlar bo'lib turadi. Masalan, butun dunyoda hamma biladi, O'zbekistonda ham ayrim go'sorganlarga misol uchun hujum qilishligi mumkin, chunki ularni asosiy maqsadi ba'zida ma'lumot olish va boshqa ishlarni amalga oshirish bo'lgani uchun ular qiymatini ko'rib chiqadi. Misol uchun o'sha bazani olsam menga foyda ko'ra olamanmi, rentabilmi menga yoki rentabil emasmi? Agar rentabil bo'lsa, keyin imkoniyati to'g'ri kelsa, keyin hujum qilishadi. Bu sizib chiqib ketishdan tashqari hujumlarga ham kiradi. Sizib chiqib ketishda asosiysi biz o'zimizni kiber gigiyena bilan, masalan, boshqa qurilmalardan foydalanayotganda, oddiygina misol qiladigan bo'lsak, kimdir kompyuteringiz bir kun ishlamay turibdi, kimdir kompyuterga kirib o'zingizni One ID'ni kirgizdingiz. Ko'pchilik e'tibor bermaydi. Google Manager bor, parollarniki. O'sha yerga avtosaqlanishni qilib qo'yamiz. Ko'pchilik avtosaqlanishni bu qulaylik yaratish maqsadida bu Google yordamida hammaga yordamchilik beradi. Tarzda so'raydi va o'zi joylashtiradi. Avtomat tarzda. Bu ham xavfli demoqchimisiz? Yo'q, xavfli. U narsalarni kirgizayotgan o'z shaxsiy qurilmangiz orqali kirgizganingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, kompyuterdan ko'pchilik foydalanadi ish joyida. Siz birovni kompyuterdan kirgizganingizdan keyin balki u odamning g'arazli maqsadi bo'lishi mumkin. Sizni nomingizdan boshqa ish qilish imkoniyati yaratib berishingiz bo'ladi. Bu ham sizib chiqib ketishiga bitta asos bo'ladi. Chiqib ketishingizga asos bo'la oladi. Endi qarang, mana hozir, Kamola ayting, savolingizni bering. Va mana hozir bir savol menda paydo bo'ldi. Odatda mana bugungi kunda juda ham ko'p ijtimoiy roliklar tayyorlamoqchi, shaxsni tasdiqlovchi hujjatingizni hech kimga taqdim etmang deyshadi. Lekin shunday tegishli organlar, vakolatli tashkilotlar borki, biz ularga o'sha ro'yxat asosida kirishimiz belgilangan va ularga biz shaxsni tasdiqlovchi hujjatimiz, ya'ni pasportimizni taqdim etishga majbur bo'lib qolamiz va bunday holatlarda qanday yo'l tutish kerak? Bu qay darajada to'g'ri yoki noto'g'ri? Qonuniy asoslari, qonuniy tartibi qanday? Marhamat, Baxtiyor aka. Savol juda ham qiziq. Nima uchun qiziq? Sababi bir tomonda davlat idorasi turibdi, ikkinchi tomonda fuqaro turibdi-da. Muammo shu yerda. Fuqaroning manfaati turibdi. Fuqaroning manfaati shuki, u shaxsini himoya qilish kerak. Davlat idorasi uni shaxsidan kerak bo'lsa, o'sha o'zini muayyan bir funksiyasini amalga oshirish uchun undan foydalanish kerak. Masalan, o'sha kirishga dostуп berish. Yoki bo'lmasa boyagi muayyan bir to'lovni amalga oshirish uchun uni shotini bilish. To'g'rimi? Bunda olib qaraydigan bo'lsa, bu yerda dilemma yuzaga keladi. O'sha davlat idorasi bilan fuqaroning o'rtasida muayyan bir muammo yuzaga kelyapti. Endi buni agarda biz qonuniy asoslarga qaraydigan bo'lsak, bugungi kunda mana shaxsga doir bo'lgan ma'lumotlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasining qonuni bor, bosh qonuni. Demak, mana shu qonunda belgilangan tartibda bu ko'p masalalar tartibga solingan. Avvalo. Endi bundan tashqari agarda bu masalalar agar bir jinoyat bilan tugaydigan bo'lsa, ma'muriy huquqbuzarlik bilan tugaydigan bo'lsa yoki bo'lmasa boshqa bir tarzda munosabatlar bilan tugaydigan bo'lsa, bu uchun mana jinoyat kodeksimiz bor, ma'muriy kodeksimiz bor, fuqarolik tartibi bo'lsa, fuqarolik kodeksimiz, fuqaro protsessual kodekslarimiz bor. Demak, bular hammasi o'sha muayyan bir turdagi munosabatlar yuzaga kelgan paytda ishlaydi va o'zini nimasini o'sha nima deydi, funksiyasini amalga oshiradi. Lekin muammo nimada? Muammo bu yerda shundaki, hali O'zbekiston raqamlashtirilishiga qachon o'tdi degan masala bor. Qachon o'tdik biz? Biz yaqinda o'tdik. 2017-yildan boshlab bizda raqamli transformatsiyalar boshlanib ketdi. Islohotlar birdan kuchayib ketib qoldi. To'g'rimi? Lekin shu paytgacha O'zbekiston hali bunga uncha e'tibor bermagandi. Endi agarda boshqa davlatlarning tarixiga qarasak, agar ular qilgan bo'lsa 90-yillardan boshlanyapti. 90-yillardan, 80-yillardan boshlanyapti. Agar o'ylab qaraydigan bo'lsak, bugun O'zbekiston bir necha yoshli yigit bo'ladigan bo'lsa, u yerda katta-katta insonlar turibdi, bunday olib qaraydigan bo'lsa, agar inson qiyofasiga hisoblaydigan bo'lsak va albatta bu narsa o'zini so'zini aytadi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, bu yerda o'sha huquqiy masalalar bilan ta'minlash uchun endi nima qilish kerak deydigan bo'lsa, endi agarda jahondagi, agar bugun mana siz hozir kiber jinoyatlar bo'yicha aytdingiz, statistikaga qaraladigan bo'lsak, faqat O'zbekistonda bu holat yuzaga kelmayapti-da.
Jahondagi statistikani bundoq ko'tarib qarasangiz, mana 2024-yilda 9,5 trillion adashmasam dollar miqdoridagi summani tashkil qilyapti. 2024-yil. 2025-yilda 10,5 trillion deb baholayapti ekspertlar. Dunyo bo'yicha o'sha moliyaviy shunchaki yo'qotishlarning hisobini. Bu kiberhujumlar natijasida. Bu nimaning hisobi? Bu hammasi o'sha boya aytgan shaxsiy ma'lumotlar bu ham urushi shunday kelib chiqadi. Va bu yerda endi o'sha O'zbekistondagi muayyan bir qonunlarimizda albatta o'sha to'ldirishlar bo'lyapti, muayyan bir islohotlar amalga oshirilyapti va xususan o'sha shaxsga doir bo'lgan ma'lumotlarni muhofaza qilish borasida ham bu yerda bir qator mana nima islohotlar amalga oshirilyapti. Mana misol uchun oldin shaxsga doir bo'lgan ma'lumotlar o'sha vakolatli organi bu Vazirlar Mahkamasini huzuridagi davlat personallashtirish markazi edi. Undan keyin mana u Adliya vaziriga o'tdi, agentlik bo'ldi. Hozir bugunda yana islohotlar bo'ldi. Buni Bahodir aka mana shu Ichki ishlar vaziriga o'tdi. Bu ham bitta islohot olib qo'yadigan bo'lsa, nega? Chunki bu yerda ko'zlangan maqsad bor-da. Chunki ma'lumotlar, fuqarolarning aksariyat ma'lumotlari ichki ishlar bazalarida turibdi. Biometrik ma'lumotlarimiz turibdi, to'g'rimi? Yoki mana endi genetik misol uchun ma'lumotlarimizni hozir ro'yxatga olish masalalari bo'yicha ichki ishlarda islohotlar ketyapti. Bu hammasi nimaga kelyapti? Yoqiniga o'tyapti. O'sha ma'lumotlar bazasi qulaylik yaratadi. Qulaylik yaratadi va bu yerda xavfsizlikni ta'minlash imkoniyati nisbatan ancha o'sha ishonchli o'zini himoyasini topadi. Va shu o'rinda mana Ichki ishlar vazirligi huzuridagi migratsiya va personallashtirish departamenti bo'lim boshlig'i Bahodir aka, sizning ham mavzu yuzasidan fikrlaringizni eshitishga tayyormiz. Voy, eng qiziq joyida to'xtadi-ya. Siqilmanglar, hozir qaytamiz. Birinchi buyurtmaga marketda promokod berishyapti. Qaysi marketda? Market Yandex.Go birinchi buyurtmaga mahsulotlarni Pochin promokodi bilan 50% chegirmaga xarid qiling. Men doim shunday uchishni orzu qilardim. Yo'q, biz dam olamiz deb o'ylagan. Tizzalarim nolimasligi uchun menga Terraflex Ultra yordam beradi. Axir uning tarkibida gingirol bor. U og'riqni yo'qotishga yordam beradi. Bo'g'imlarni tiklash uchun esa Hondra protektorlar va noyob kollagen saqlaydi. Sizning sevimli bo'g'imlaringiz uchun Terraflex Ultra bor. Birinchi buyurtmaga marketda promokod berishyapti. Qaysi marketda? Market Yandex.Go birinchi buyurtmaga mahsulotlarni Pochin promokodi bilan 50% chegirmaga xarid qiling. Ucell yanada tezlashmoqda va 2024-yil yakunlariga ko'ra mobil internet tezligi bo'yicha yetakchiga aylanmoqda. Ucellga ulaning va o'zingiz ishonch hosil qiling. Tezlik uchun Ucellga. Birinchi buyurtmaga marketda promokod berishyapti. Qaysi marketda? Market Yandex.Go birinchi buyurtmaga mahsulotlarni Pochin promokodi bilan 50% chegirmaga xarid qiling. Adasi, eshitdingizmi? Marketda 50% chegirmaga promokod berishyapti. Katta oila uchun ko'p mahsulotlar marketda bor. Bo'lib to'lash mumkin. Marketda. Ajoyib market. Bundan tashqari, marketda mahsulotlarni solishtirish mumkin. Bu marketmi? Yo'q, bu boshqacha market. Market Yandex.Go. Yandex.Go'ni oching, marketga bosing va birinchi buyurtmaga mahsulotlarni Pochin promokodi bilan 50% chegirmaga xarid qiling. Birinchi buyurtmaga marketda promokod berishyapti. Qaysi marketda? Market Yandex.Go birinchi buyurtmaga mahsulotlarni Pochin promokodi bilan 50% chegirmaga xarid qiling. Ishoning, juda ham qaynoq bo'ladi. Demak, respublikamizda shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi sohasi tartibga soluvchi asosiy qonun bor, shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonun, shu jumladan keyin qonun asli hujjatlari bilan tartibga solinadi. Xususan Ichki ishlar vazirligi tizimida ham shu sohani nazorat qilish bo'yicha bir qator ishlar olyapti. Bunda demak, qonunchilikda asosan mana ta'rif berib ketildi, shaxsga doir ma'lumotlar o'zi nima? Demak, shaxsga doir ma'lumotlarni egasi bor, subyekti, ya'ni shaxs, o'zbek, fuqaro deb aniq qilamiz. Ikkinchi tomonda o'sha davlat idorasi bo'ladimi, yuridik shaxs bo'ladimi, operator degan tushuncha bor. Ya'ni ma'lumotlarni qayta ishlovchi tashkilot, ya'ni yig'ish, saqlash, uzatish kabi funksiyalarni amalga oshiradi. Shunda shu munosabatlarda ahamiyat beradigan joyi o'zaro subyekt bilan shu operator o'rtasidagi munosabatlarda kimni nima huquqi bor-ku, kimni nima majburiyati bor. Demak, fuqaroning subyekt sifatida o'zini huquq majburiyatlari bor.
Operatorni fuqaro oldida o'ziga yarasha xuddi shunaqa majburiyatlari bor. Demak, fuqaro o'zi to'g'risidagi ma'lumotlarni operatorga taqdim etgandan so'ng birinchi navbatda e'tibor beriladigan joy nima maqsadda ma'lumot olinyapti, kim so'rayapti buni? Qaysi ma'lumotlar so'ralyapti? Maqsadi qancha saqlanadi? Keyin operator tomonidan shunaqa majburiyatlari bor, ya'ni olgandan keyin uni xavfsizligini ta'minlash kerak. Ya'ni shu tizim bo'lgandan keyin ma'lumotlarning chiqib ketishini oldini olish kerak. O'sha kiber hujumlar bo'ladimi, ichki muhofazasini hal qilish kerak. Unga kerak bo'lsa mas'ul xodimlar biriktiriladi. Bu endi shu dasturni mustahkamligiga bog'liq-ku, to'g'rimi? Albatta, o'ziga yarasha talablar bor-da, axborot xavfsizligidan o'zining talablari bor. Shundan kelib chiqib, u operatorni bevosita shu shaxsga doir ma'lumotlar bilan ishlovchi xodimlariga o'z funksiyalaridan kelib chiqib ma'lumotlardan foydalanish imkoniyati yaratiladi. Shu operator hamma xodimi ham u ma'lumotlarga kirishga huquqi bo'lishi kerak emas. Xizmat vazifasidan kelib xizmat vazifasi bevosita xizmat vazifasiga bog'liq bo'lganligini va yana shunday ma'lumotlar qulog'imizga chalinadi. Mana bankka borganda bevosita barcha mijozlar shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni, ko'pgina ma'lumotlarni taqdim etishadi va shunday holatlar ham kuzatilganki, shu bank xodimlari o'sha mijozning nomiga kredit rasmiylashtirgan. Bundan esa mijozning umuman bexabarligi qayd etilgan holatlar ham bor. Bu borada qanday, buning oldini olish uchun qanday choralar ko'rilgan va bunga ham javob bormi? Qonun oldini olish uchun ma'lum bir norma belgilaydi, ya'ni norma emas, sanksiya belgilaydi-da, lekin shaxsiy ma'lumotlar chiqib ketgandan keyin u sanksiyani ishga tushishi hech qanday foyda bermaydi. Ya'ni elektron ma'lumotlarda shunday. Endi axborot almashish deyapsiz-ku, masalan, baribir tashib shu yerga kelishimiz uchun ham masalan shaxsiy ma'lumot berishimiz kerak. Men ish joyim, ism, familiyam, pasport seriyam va hokazo berishim kerak. Endi mana shu joyda ikki xil texnik mexanizm bor. Hozir masalan Bahodir aka aytib o'tdi, endi bu yerda ya'ni tashkiliy mexanizm bo'lsa, texnik mexanizm shundayki, biz yoki axborotni shifrlash yo'li bilan taqdim qilishimiz kerak. Buning uchun nima deydi, aholining o'zida shifrni tushunadigan bir tizim yaratish kerak. Aholining o'zida bu axborot bilan ishlash ko'nikmas bo'lishi kerak buning uchun. Yoki mana o'sha personallashtirish tashkilotiga o'xshagan yoki aynan o'zi personallashtirishni o'zi, misol uchun shaxsni axborot almashinuviga tasdiqlovchi vazifani ham ular bajarib berish kerak. Ya'ni siz pasport qurilma bo'lishi kerak. Pasport ko'tarib yurmaydi-da, ya'ni ma'lumot bermaydi. Ism, familiya yoki qanaqadir bitta ma'lumotning turi va bu orqali o'sha shaxsni to'liq identifikatsiya qilib tasdiqlab berish imkoniyati yaratish kerak bo'ladi. Ya'ni bu texnik jihatdan. Umuman bu jarayonga rivojlangan davlatlar nima deydi? Ular bizdan ancha avval o'tgan ekan, 90-yildan beri boshlangan ekan. Ular qanday himoya qilishyapti? Xorij tajribasi qanday? Fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlarini chetga chiqib ketmasligini qanday oldini olishyapti? Bu tajriba o'rganilganmi? O'rganilgan. Biz ko'p davlatlar o'rganib chiqqanmiz. Shaxsiy ma'lumotlarni daxlsizlik, masalan aytaylik, eng bu sohada rivojlangan davlatlar qatoriga Amerika, Kanada, Avstraliya, Birlashgan Arab Amirligi, hozir mana Dubay ham anchagina xavfsizlik choralarini ko'rgan nima hisoblanadi. Lekin Amerikada bo'layotgan kiber hujumlarni biznikiga taqqoslaganda ancha ko'p ular. Juda ham ko'p. Va shunga oid bir mashhur film ham bor. Gollivudning mashhur kinosi Asallar ichi degan kino bor. Agar ko'rgan bo'lsanglar, yana bir pensioner ayolni katta miqdordagi pensiyasini butun bir katta bir jamoa, kiber xavfsizlik bilan shug'ullanadigan jamoa kattagina ofisda o'tirib, ular har bitta o'sha hujumni amalga oshirgandan keyin bayram qilishadi. Kinoda hammasi aks ettirilgan va natijada oxir-oqibat butun katta bir jamoani yaxshon bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Soha vakillarini o'zi. Va fuqarolarimiz o'sha kinoni ham ko'rishingiz mumkin. Bevosita qanday himoyalanish haqida ham gap ketgan. Tavsiya. Men o'sha lekin bularda til semantika degan narsa bor. Ya'ni nima ekan u? Eng katta qalqonimiz bizni. Til semantika. O'zbek tili murakkab hisoblanadi. Ularning til oilasiga kirmaydi. Tushunish, fahmlash mushkul. Bu hujumni amalga oshirish uchun ham masalan MedHattack degan bir platforma bor, juda ham katta. Ya'ni har qanday hujum qiladigan shaxs oldin information gathering deydi, ingliz tilida, ya'ni axborot to'plash deydi. Mana shu ishni amalga oshirishi shart. Va shu ishni amalga oshiryapti turganda, information gathering qilib turganda o'zbek tili semantikasi xalaqit beradi ularga. Ular masalan amerikalik o'zbek tilini bilmaydigan odam
masalan boya aytdingiz-ku kredit olish masalasi. Shunda nomiga kredit rasmiylashtirganlar ham o'zi tasdiqlab berish kerak oxirida. Ha. Подтверждение qilib berish kerak. Ha, barmoq izi bilan. Ha, barmoq izi yoki yuz bilan. Подтверждение qilib turgan paytda ko'plariga e'tibor bersangiz, rus tilini tushunadigan odamlarda sodir bo'ladi. Men buni qurbonlar, ya'ni viktimologik jihatdan o'rganib chiqqanimda statistika bo'yicha qurbonlarning aksariyati ruscha zabonlilar biladi. Chunki ular ruscha yozib, ularni ishonchga kirib oladi. Xuddi shunday. Ya'ni ruscha bilmaydigan odamlarda esa men hatto o'zim yonida turib ham kuzatgan paytim bo'ldi. Tushmadi tuzoqqa. U ham bilmagan holatda tushmayapti. Sababi eng katta o'zbekcha ular ishonchli yoza olmaydi. Shunday. Ularning SMS-ni o'qisangiz, darrov sizda shubha paydo bo'ladi, u o'zbek odam emas. Va semantika tarafiga murojaat qilamiz. Mikrofon marhamat. Agar savollar bo'lsa, mikrofonda fikrlar bo'lsa eshitishga tayyormiz. Marhamat Iroda opa. Ismi sharifim Iroda opa Majidova. Hozir raqamlashtirish bo'yicha gap ketdi. Qaranglar, hozirgi kunda bunday olib qaraganda o'zi har bitta foydalanuvchi, ijtimoiy tarmoqdagi foydalanuvchi bu raqamli foydalanuvchi deb to'laqonli ayta olamiz, to'g'rimi? Lekin bu yerda bitta narsa bor. Raqamlashtirish jarayonida bo'layotganimiz sababli har bitta foydalanuvchida hozirgi kunda raqamli kompetentlik yetishmaydi. Raqamli kompetentlik nima degan savolda biz hozir aytib o'tganimizdek, xuddi mana bahsga ketdilar. Bu o'sha bizning shaxsiy ma'lumotlarimiz, hamma bizning barcha tibbiy ma'lumotlarimiz, bank kartalarimiz, mana shular hammasi olib qaraganda o'zi shu raqamli kompetentlik doirasiga kiradi. Xo'p, shunday ekan, biz rivojlanayotgan ekanmiz. O'zbekiston davlati agar bunday olib qarasangiz, bu hech ham orqada qolayotgan davlatlar qatorida emas. U rivojlangan davlatlar qatorida. Biz hozir ilg'or davlatlardan, Yevropa davlatlarini olib qarasak ham, biz ulardan hech ham aslo orqada emasmiz. Bunga bittagina misol uchun bizning barcha iqtisodiy sohalarimizda o'sha avtomatlashtirish jarayoniga o'tib bo'lganmiz, raqamlashtirish jarayonida o'tib bo'lganmiz. Lekin xo'p, bu soha mutaxassislari shunaqa yaxshi ishlashyapti, lekin bu yerda xalqimiz bor. Ya'ni shu ijtimoiy tarmoqlardan foydalanayotgan aholi bor. Aholida aynan mana shu raqamli kompetentlik yetishmayapti, ya'ni savodxonlik yetishmayapti. Buni qanday qilib rivojlantirish mumkin? Buni qanday qilib oldini olish mumkin? Buni qanday qilib shu aholini tub aholini ichigacha shu narsa kirib borish mumkin degan savollar tug'ilishi tabiiy. Marhamat. Bu borada qanday ishlar amalga oshirilyapti yani? Mana aynan shu masala bo'yicha ko'plab aytadi, targ'ibot qilish kerak deydi ko'pchilik, yoki aytadi internetda videorolik qilishimiz kerak. Bunaqa sohalarda taktik qarorlar biz kutgan natijani bermaydi. Ya'ni taktik qaror qabul qilish, ma'lum bir hududga boradi, shu hududda bunaqa jarayon uchun strategik qarorlar qabul qilish kerak. Ya'ni maktabdan 20 yillik dastur, maktabdan axborot bilan ishlash ko'nikmasi. Masalan, biz maktab payti o'qib yurgan paytimizda kompyuter buzilib qoladi deb kompyuterxonaga olib kirmagan bo'lsa, endi unday emas. Unga bugungi yoshlar chidamaydi, ko'tarmaydi ham uni. Endi ularda 20 yillik dastur orqali o'sha avlodni olib chiqib olish kerak. Ya'ni bitta kim bo'ldi? Avlod almashinuvini kutishimiz kerak demoqchisiz. Boshqa chora yo'q. Chunki bu dasturlarni, men aytayotgan dasturni Yevropani mana Buyuk Britaniya, Germaniya, Amerika, yaqinda men fake news bo'yicha Xitoy tajribasini o'rganib chiqdim. Ya'ni shaxsiy ma'lumotlar sizib chiqishi deb savol berdingiz-ku. Mana shu sizib chiqish holati yana ijtimoiy tarmoqlar orqali ham bo'ladi-da. Masalan, Telegramda oblaka izbrinning ichida hammalayni masalan nimalarda tashlab qo'ygansiz, o'sha esimdan chiqib qolmasin, osonroq topib oladigan maqsadda bor, to'g'rimi? Bu xavflimi? Albatta. Taktik harakatlar samara bermaydi, strategik qarorlar bilan kurashish mumkin deyapsiz. Lekin buncha vaqt kerak. Vaqt kerak. Iroda opa, bu savolni siz o'zingiz berdingiz. Siz dotsentsiz, pedagogsiz, iqtisodchisiz, raqamli texnologiyalar kafedrasining o'qituvchisiz. Siz pedagog sifatida sizda ham tavsiyalar bo'lishi kerak. O'zingiz bu savolga qanday javob berasiz? Albatta, men juda ham to'g'ri fikr bildirdilar. Qarang, hozir davlat oldida haqiqatda strategiya bor. Bu strategiya bu maktab, bog'cha, maktabdan boshlab kompyuter savodxonligini, media savodxonligini oshirish. Bu haqiqatdan juda dolzarb va bunga juda ham katta mablag' ketadi, chunki mutaxassis kerak, o'qituvchi kerak shu yerda ishlash uchun, jonini fidoyi qilib ishlash uchun. Keyingisi texnik qurilmalar kerak. Buning uchun o'ylaymanki, davlatimiz tomonidan hech qanday muammolar yo'q. Muammo inson kapitalida. Inson kapitali o'zi bizda bilasiz 3 indeksga bo'linadi. Aynan mana shu hozir davlatning qo'yayotgan strategiyasi mana shu yoshi katta bo'lgan avlodlar, ya'ni 50 dan oshgan avlodlarni ko'pincha olib qaraganda aynan shunday phishing qurbonlari bo'lishyapti. Farming qurbonlari bo'lishyapti.
nima uchun? Lekin hozir 18 yosh 40 yosh orasidagi inson kapitalini olib qarasangiz, bularda juda ham yuksak rivojlangan internetdan foydalanish, axborot texnologiyalaridan foydalanish ularda juda ham yuksak darajada ular rivojlanib ketishgan. Lekin bu yerda yana bitta kuch bor. Bu yoshlarga ta'sir qiladigan, yana bu tarafini ham aytib ketishimiz kerak. Bu albatta mafkura. Ya'ni ideologiya. O'sha internet, ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan oson yo'l bilan pul topish, o'zini shaxsiy ma'lumotlarini berib qo'yish, bu holatlar ham salbiy holatlarga olib kelyapti, natijalarga. Shuning uchun biz o'qituvchi sifatida, biz pedagog sifatida biz nimani tavsiya qilamiz? Avvalo, Baxtiyor aka aytib o'tganlaridek, o'zingizni ma'lumotlaringizni taqdim etayotganda siz nima uchun shu taqdim ma'lumotlarni so'ralayotganini oldin filtrlash kerak. Filtrlash uchun shu foydalanuvchida albatta qandaydir bir mexanizm o'sha zahot ishlash kerak. Ya'ni qalqon bo'lish kerak. Samozashita deydi, bizda o'z-o'zini himoya qilish, mana shunday zashitasi shu foydalanuvchida bo'lish kerak. Bu xoh yosh bo'lsin, xoh qari bo'lsin, lekin mana shu narsani bizda baribir rivojlantirish kerak. To'g'ri, strategiya bu davlatning oldida qo'yilgan juda ham katta mas'uliyatli bir qadam deb o'ylaymiz, lekin aholi ham bu davlat bajarish kerak ekan deb o'ylashi noto'g'ri. Albatta, o'zi uchun o'zi ham shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish kerak. O'zini ham aytadi-ku, o'zingga to'g'ri bo'l, qo'shningni o'g'ri tutma deydi. Ya'ni o'zimizni uyimiz qanchalik biz muhofaza qilgandek, o'zimizni shaxsiy ma'lumotlarimizni ham biz shunchalik muhofaza qilishga o'zimiz mas'ulmiz. Albatta. Rahmat fikrlar uchun. Keling. Tez kunda yangilikning qaynog'i bo'ladi. Hozircha esa reklama. Birinchi buyurtmaga marketda promokod berishyapti. Qaysi marketda? Market Yandex.Go birinchi buyurtmaga mahsulotlarni Pochin promokodi bilan 50% chegirmaga xarid qiling. Teraflex Ultra tarkibida Gingirol bor. U og'riqni yo'qotishga yordam beradi. Bo'g'imlarni tiklash uchun esa Hondra protektorlar va noyob kollagen saqlaydi. Teraflex Ultra. Katta oila uchun ko'p mahsulotlar marketda bor. Qaysi marketda? Market Yandex.Go. Kommo simsiz quloqchinlarni 400 ming so'mga xarid qiling. Adasi, eshitdingizmi? Marketda 50% chegirmaga promokod berishyapti. Katta oila uchun ko'p mahsulotlar marketda bor. Bo'lib to'lash mumkin. Marketda. Ajoyib market. Bundan tashqari marketda mahsulotlarni solishtirish mumkin. Bu marketmi? Yo'q, bu boshqacha market. Market Yandex.Go. Yandex.Go'ni oching, marketga bosing va birinchi buyurtmaga mahsulotlarni Pochin promokodi bilan 50% chegirmaga xarid qiling. Yandex.Go katta chegirmalarga yaqinlashtiradi. Sevimli burgerlar, tovuq oyoqchalari, pizza 40% gacha chegirma bilan. Va bu hali hammasi emas. Hammasi Yandex.Go ilovasida. Ishoning, juda ham qaynoq bo'ladi. Nozma Shohmedova, marhamat, so'z sizga. Assalomu alaykum. Sizlarga, masalan, hozirgi kunda bilamiz, juda ham ko'p turli o'sha moliyaviy texnologiyalar, bank texnologiyalari, moliya texnologiyalari juda ham ko'payib ketdi va ularda ishlash qulay. Ya'ni OneID orqali kiramiz, bemalol o'zimizni pasport daniylarimiz, ma'lumotlarimizni kirgizganimizdan keyin hamma platformalarga bemalol kirishimiz mumkin. Juda ko'p mobil ilovalar ham ko'payib ketgan. Mobil ilovalar orqali masalan kartam fuqarolar bemalol masalan o'zlarini kredit layoqatlarini, reytingini aniqlashi mumkin, kredit layoqatligini, statistik reytinglarini bilish mumkin yoki bo'lmasa soliq o'zini ilovalari bor. Soliq ilovasida ham biz haqimizda oyligimiz, daromadimiz, aktivlarimiz, hamma pasportdan ma'lumotlarimiz, hamma ma'lumotlarimiz bor. Lekin o'z o'rinda hozirgi kunda masalan ma'lumotlarni tahdidlardan himoya qilishda bizda bilamizki sun'iy intellektdan juda ham rivojlanmoqda. Sun'iy intellektning rivojlanishi bizga masalan hozirgi kunda yaxshi ijobiy fikrlash uchun, ijobiy maqsadlarda foydalanishimiz uchun ham qo'l kelyapti, lekin turli firibgarlar tomonidan sun'iy intellekt orqali ovoz tembrlaridan bilib, har xil ma'lumotlarni hozir aytganingizdek qo'ng'iroqlar yoki bo'lmasa boshqa ma'lumotlarni xuddi sizni ovoz tembrlaringizdan bilib ham o'sha sun'iy intellektdan foydalanib ham firibgarliklar juda ham kiberjinoyatchilik bo'layotgani guvoh bo'lmoqdamiz. Bu masalada davlat tomonidan qanaqa ishlar amalga oshirilmoqda hozirgi kunda? Qonunchilikda. Marhamat, Baxtiyor aka. Men o'zim nima deydi? Bu masala bilan
qiziqqandim. Sababi gapni ochiq, haqiqatan ham bir tomondan biz faqat hamma mas'uliyatni fuqaroning bo'yniga qo'yib qo'ya olmaymiz. Fuqaro o'zini kerakli bo'lgan qismi uchun javob beradi. Shunday. Lekin ikkinchi tomonda davlat yana nima qilishi kerak degan masala bor. Ya'ni jamiyat to'xtab turmaydi, jamiyat baribir rivojlanadi. Bugun o'rnatiladigan tartiblar ertaga уже eskirib qoladi, chunki bu juda ham tez rivojlanib ketyapti bu soha. Va mana shu sohada agarda jahon tajribasi qariladigan bo'lsa, mana hozir moliyaviy tizimlar haqida, to'lov tashkilotlari haqida gapirildi. To'lov tashkilotlari bizda o'sha muayyan bir to'lovni bu shotdan ikkinchi shotga bir tranzaksiya qilib beradigan, o'tkazib beradigan nima deydi, o'sha tashkilotlar. Demak, bu tashkilotlarda endi himoyani qanday tashkil qilamiz? Qanday bularni himoya qilishimiz kerak? Masalan, oddiy mana payme yoki bo'lmasa oddiygina klik tizimini olaylik. Ba'zi bir tizimlarimiz bor, identifikatsion protsedurasi bor, lekin auto-identifikatsiya protsedurasi yo'q. Ya'ni haqiqiy shaxs haqiqiymi, o'sha insonmi yo'qmi tekshirib ko'rmaydi. Ba'zi bir tizimlarimizda u tekshiriladi. Ya'ni kod, agar sen deydi, haqiqatan ham shuni bermoqchimisan, haqiqatan ham shuni o'tkazaymi deb sizdan so'raydi oldin. Rozimisan deydi. Ha, rozi bo'lsang, unda men kodni tasdiqlab bergin deydi. Qarang, bu so'raydi. Bu o'sha bunga nisbatan ancha yuqoriroq. Endi bugun mana shuni o'zi kifoya qiladimi desa yo'q. Bu ham kifoya qilmayapti. Nega? Chunki endi bu yerda baribir o'sha xohlasak, xohlamasak baribir o'sha jinoyatchilik o'sib ketyapti. Ya'ni bu yerda jinoyatni sodir etishda bir qancha usullari bor-da. Masalan, mana phishing dedingiz, bitta usul bu. Phishing. Xo'p, zararli dasturlar bor, ha? Zararli dasturlar. Hech narsa qilishingiz shart emas. Prosta siz oynadan shunda ikkita ochyapsiz, lentani o'tkazyapsiz, lentani o'ziga kerak bo'lsa noto'g'ri kodni qo'yib qo'ygan, siz lentani boshingiz bilan avtomatik ravishda siz o'zingizga dostуп beryapsiz. Masalan, siz uni bilmaysiz ham hatto. To'g'rimi? Demak, mana bunday holatda nima qilish kerak? Yoki bo'lmasam shunga o'xshagan boshqa hujumlar bo'ladigan bo'lsa qanday himoyalanish kerak? Demak, bu yerda albatta bu yerda o'sha ozgina texnik bilimlar kerak bo'ladi. Aholini baribir savodxonligini oshirishimiz majburmiz va davlat tomonidan ko'riladigan masalalarda bu yerda mana antifrod sistemalar bor. Masalan, xorijiy davlatlarda ko'radigan bo'lsak, ya'ni bu yerda antifrod sistemalar o'sha to'lov tashkilotlari tomonidan o'rnatiladi. Sizga to'lov xizmatini ko'rsatyaptimi? Masalan, Markaziy bank to'lov tashkilotiga litsenziya berayotgan paytda u xavfsizmi seni to'lov tashkiloting? To'lovda sen xavfsiz amalga oshira olasanmi yoki yo'qmi deydi. To'lov holati qonun bor. Ha. O'sha qonunda ko'rsatilgan talabga ko'ra, bu yerda Markaziy bank o'sha to'lov tashkilotiga litsenziya berishdan oldin uni o'sha ko'rsatadigan xizmatiga u javob bera oladimi yoki yo'qmi deb turib tekshiradi. Xavfsizlikni, ana endi bu yerda xavfsizlikni qaysi darajada bo'lishi kerak degan masala bor. Tushunyapsizmi? Boyagi klikni olaylik. Klikda autentifikatsiya tizimi yo'q, lekin u ham xavfsiz. U ham xavfsizlik ta'minlayapti, unga ham to'g'ridan to'g'ri kira olmaysan. Xo'p, undan yuqoriroq tizimda oladigan bo'lsak, masalan uchun Paynetni oladigan bo'lsa yoki Paymini oladigan bo'lsa yoki G'aznani oladigan bo'lsak, ularda autentifikatsiya bor, kod yuboradi sizga. Endi bugungi kunda qaysi to'lov tashkilotida antifrod sistema ishlayapti degan uchinchi bir masala bor. Davlat aynan mana shu narsa, mana moliyaviy firibgarliklar, moliyaviy o'sha jinoyatlarni ko'paytganligini hisobga olib, endi jahon tajribasini o'rganyapti va bu borada aynan mana shu sohalarga, ya'ni to'lov tashkilotlariga o'sha antifrod sistemalarni o'rnatish bo'yicha bugungi kunda ishlar ketyapti. Bugungi kunda buni himoya qiluvchilar organlarimiz o'sha bu borada ishlayapti va o'ylaymanki, tez kunda buni ijobiy natijasi bo'ladi. Va shu o'rinda yana bir savol berib ketmoqchi edim. Mana hozir biz mana taksi xizmatlaridan foydalanganimizda, onlayn bozor platformalaridan xaridlarni amalga oshirganimizda, tabiiyki bizni kartamiz ulangan bo'ladi. Ular o'sha miqdorini yechib olishadi va aynan buni xavfsizlik uchun siz aytgan sertifikat ularda bor, to'g'rimi? Ularni to'lov tashkiloti to'lov tashkiloti deylik, mana Yandexdan foydalanamiz, kartamiz ulangan, o'sha belgilangan pulni yechib oladi. Deylik, o'sha onlayn, bugungi kunda onlayn bozorlar bor, ulardan ham xaridlarni o'zingiz qaysi tashkilot bilan oferta imzolagan bo'lsangiz, oferta qilgan bo'lsangiz, ya'ni bu fuqarolik huquqiy munosabat, siz xohlasangiz qilishingiz mumkin, xohlamasangiz qilmasligingiz mumkin. Qilaman deb turib siz agar shu tashkilotga siz o'zingiz ruxsat bergan bo'lsangiz, yechib oladi. Muammo yo'q. Chunki sizga siz oferta qilishdan oldin sizga shartnomani taqdim qiladi. Shartnoma bilan o'qib tanishib chiqdingiz. Va siz u shartnomani bundoq qarasangiz, u yerda bir kamida bir 70 varaqlik bu shartnomani ko'rasiz va siz uni o'qigingiz kelmaydi-da, bo'ldi, men roziman desiz, imzolab yuborasiz. Xato bu. Lekin bu xato, bu xato. O'shaning uchun bu yerda albatta uni o'sha tegishli bandlari bor, tegishli bandlar bilan odam
tanishishi kerak. Va aytganimizdek, boya aytganimizdek, yana bu o'sha aytilayotgan narsa moliyaviy savodxonlik, ya'ni o'sha raqamli sohadagi savodxonlik bari kerak va undan keyin u bilan o'sha fuqarolik munosabatga kirishganingiz ma'qul hisoblanadi. Rahmat sizga. Soyibjon, marhamat. Qilmoqchi edim. Hozir gapirayotgan temamiz, masalan, bizda salkam 2019 yoki 2017-yildan beri dolzarb mavzuga aylanishni boshladi. Lekin, masalan, chet el tajribasi haqida gapiradigan bo'lsak, 2007-yildan boshlab, o'zi Yevropada, chet elda, Amerikada ham 28-yanvar xalqaro shaxsga doir ma'lumotlarni himoya qilish kuni sifatida nishonlanadi. 2007-yildan boshlab. Bizda hozir mana shu 2025-yil, shu 20 salkam 2 yil oldingi vaqtlar oralig'ida shaxsga doir munosabatlarda ko'proq huquqbuzarliklar sodir bo'lyapti. Nimaga ko'proq, misol uchun biz hozir ilovalar ko'payapti, raqamli muhitda texnologiyalar rivojlanyapti. Bu har doim tanganing ikki tarafi bor-da. Yaxshi tarafi, yomon tarafi masalan. Bizda ma'lumotlar bazasi shakllantirilyapti. Buni foydasi nima fuqarolarga? Ularni nima deydi? Ko'p vaqtini olmaslik, ularga iloji boricha qulaylik yaratish. Lekin o'sha subyekt, ya'ni shaxsga doir ma'lumot egasi bo'lgan subyekt va mulkdor degan tushuncha bor. Ya'ni shu ilova bo'ladimi yoki ijtimoiy tarmoq egasi bo'ladimi? Ana shu tarmoq egasi ma'lumotlar olgandan keyin uni himoya qilish choralarini ko'rish shart. Hozir qanaqa ishlar amalga oshiriladi desak, masalan, avvalgi PMI yoki boshqa ilovalarda yoki masalan, xazna yoki Davrbank ilovalarida dastlab faqatgina birinchi kod bo'lishi mumkin yoki unga kirishingizda pasport bilan jishar, ya'ni PNFR. Endi hozir nima qilyapti? Masalan, kirgan paytingiz sizni rasmingizni ko'rsatyapti, o'ngga, chapga, yuqoriga, pastga qarab murakkablashtirilgan. Nimaga? Qarang, rasmni o'zini ham qo'ymayapti. Rasmni o'zini ham qo'ymayapti. Masalan, rasm shunday qarasangiz, kirishingiz mumkin, lekin unaqa qilmayapti. Nimaga? Hozir sun'iy intellekt ham, texnologiyalar ham rivojlanyapti. Sabab sizni bitta rasmingizdan, masalan, video ishlab chiqarish mumkin. Oddiy. O'zi hamma biladi buni. Xuddi o'shani oldini olish maqsadida bitta chora sifatida ham sizni harakatlantirib ko'ryapti oddiy ilovalarda. Buyruqlar asosida, to'g'ri. Keyin yana bitta masalan, oddiy MyGo'larda ham hozir ko'rgan bo'lsangiz yangilangan rejimda ishlayapti. Masalan, o'shanda ham ma'lum bir funksiyalar qo'shilyapti. Siz galochkani olib qo'yishingiz natijasida siz tegishli tashkilotlar yoki sizni shaxsga doir ma'lumotlaringizni qaysi tashkilot foydalana oladi va qaysi ma'lumotlaringizni foydalanadi, o'shani ham iloji boricha qo'shishga harakat qilyapti. Hozir mana shu kundan kunga iloji boricha mana shaxsga doir ma'lumotlarni ta'minlash, firibgarlik yoki g'ayriqonuniy, qonuniy maqsadlarda shaxsga doir ma'lumotlardan foydalanishni oldini olish maqsadida ishlar amalga oshirildi. Masalan, birinchi tashkil etilganda 2019-yil shu qonun qabul qilinganda, shu personallashtirish markazi Vazirlar Mahkamasi huzurida edi 2019-yilda. Endi sekin-sekin bu soha yana munosabatlar nima deydi, kengayib, huquqbuzarlik sodir etgandan keyin Adliya vazirligi o'tdi bu bo'yicha. Undan keyin ko'plab Vazirlar Mahkamasining qarorlari, nizomlari chiqdi biometrik ma'lumotlarni tasdiqlash bo'yicha yoki shaxsga doir ma'lumotlarni tasdiqlash bo'yicha. Undan keyin huquqbuzarlik doirasi yana kengaydi. Endi Ichki ishlar vazirligi huzuriga o'tdi hozir. Migratsiya va personallashtirish departamenti deb tashkil etildi. Nimaga? Ko'proq mana shu fuqarolar o'rtasida shaxsga doir ma'lumotlar tarqalishi va tarqalishi natijasida ular kartalardan pul yechilishi, misol uchun, huquqbuzarlik oldini olish uchun ko'proq Ichki ishlar vazirligiga o'tyapti hozir. Mana shu bo'yicha oddiy aytganim shu rasmlari qo'yilishi, sizni tekshirish iloji boricha hozir qo'shib borilyapti. Demak, himoya choralari ko'rilmoqda. Savollar bo'lsa, Nozimaxon, savolingiz bormi? Marhamat, eshitamiz. Men ismim Mirzanova Nozima. Demak, biz hozirgi kunda o'sha raqamlashtirish, axborot texnologiyalari rivojlangan davrda yashayotganimiz sababli biz uyda har kunlik kunimizda ham aqlli uskunalardan foydalanishni boshlaganmiz. Ya'ni masalan, aqlli kolonkalar, aqlli kameralar, har xil aqlli datchiklar. Ular orqali biz o'zimizni himoya qilyapmiz deb o'ylaymiz. Lekin aksincha bo'lishi mumkinmi? Ya'ni shaxsiy ma'lumotlarimiz shu aqlli uskunalar orqali sizib chiqib ketishi mumkinmi? Qimmatli vaqtingizni sifatli reklamaga sarf qilmoqchimisiz? Unda bizda reklama. Men doim shunday uchishni orzu qilardim. Yo'q, biz dam olamiz deb o'ylagan. Tizzalarim nolimasligi uchun menga Terraflex Ultra yordam beradi. Axir uning tarkibida Gingirol bor. U og'riqni yo'qotishga yordam beradi. Bo'g'imlarni tiklash uchun esa Hondra protektorlar va noyob kollagen saqlaydi. Sizning sevimli bo'g'imlaringiz uchun Terraflex Ultra bor. Birinchi buyurtmaga marketda promokod berishyapti. Qaysi marketda? Market Yandex.Go birinchi buyurtmaga mahsulotlarni Pochen promokodi bilan 50% chegirmaga xarid qiling. Ishoning, juda ham qaynoq bo'ladi. Marhamat, Baxtiyor aka. Juda ham chiroyli savol berdingiz. Shu masala bo'yicha dunyoga
adashmasam 22-yilda juda katta rezonans bergan bitta holat bor. Janubiy Koreyani Seul degan shahrida 43% ayollarni, yana aytyapman, 43% ayollarni intim hayoti aynan mana shu vositalar orqali chiqib ketgan dunyoga. Bu butun bir shaharda 43% aholisi. Tushunyapsiz? Ya'ni bu aytmoqchi bo'lgan narsam, bu qurilmalar qanchalik bizni himoyalaydi, to'g'ri. Ba'zan himoyalash nuqtai nazaridan hozir endi o'g'rini yonimizdan izlashimiz kerak emas. O'g'ri hozir endi juda aqlli bo'lib ketdi, hozir bor-ku. Masofadan turib ish bajaryapti. Masofadan turib o'g'irlik qilyapti, masofadan turib shantaj qilyapti, masofadan turib firibgarlik qilyapti. Va aynan mana shu nuqtai nazardan qaraladigan bo'lsak, ana endi boyagi qurilmalarda ichidagi funksiyalarda qaysi biri biz uchun foydali, qaysi biri biz uchun foydasiz, bu narsani biz qanday tartibda bundan foydalanishimiz kerak degan masala yana o'sha bizni o'zimizga kelib taqalib qolyapti. Yoki bo'lmasam, men shunday bir holat bo'ldi, bir konferensiya bo'lib qoldi o'sha bosh prokuraturada. Shunda bir aytdim, nega biz misol uchun cho'ntagimizga bir odam qo'lini tiqadigan bo'lsa, qo'lini ol deb turib ayta olamiz. Nega buni birdaniga olib tashlay olamizda, nega bu kartamizga kimdir qo'lini tiqsa, birda yoki bo'lmasam zo'zishgani bosib birdan kartani bloklab qo'yish qiyinmi shu narsani qilish? Misol uchun-da, mana oddiygina misol uchun bu ham bir misol uchun nazariy bir tushuncha, bir anaqa. Biz uchun banklanishlik himoyasini balkim shunaqa bir yo'lga o'tishimiz kerakdir demoqchiman endi. Ha, bu masala jahon tajribasida kutilgan. Haqiqatan ham men buni ko'rdim. Xitoyda shunday holat bo'lgan ekan, bu yerda siz telefonda sotib olgan paytingizda uni kodi bor, haligi email kodidan o'tkazasiz. Ro'yxatdan o'tkazasiz. Mana shu joyda ozgina muammo bor ekan, chunki bizda Toshkent shaharda agar olib qoladigan bo'lsak, telefonni qayerdan olasiz? Qayerdan olyapsiz bugun telefonni? Hammamiz malikada. Toshkentda necha million aholi bor? Viloyatlarda qancha odam bor? Hammamiz malikani bilamiz, ipodromni bilamiz. Endi u yerda million odam yo'q-ku. Demak, o'sha millionlab odamlarga xizmat ko'rsatayotgan bir nechta subyektlar bor. Va bu subyektlar boyagi kodni bir xil qilib beryapti sizga. Menga ikkalamiz kodimiz bir xil. Men qachonki bossam, sizga ham telefoningiz blokka tushib qolyapti. Demak, muammo bu yerda. Demak, bu yerda o'sha texnik muammolar bor. Muayyan bir o'sha tashkiliy texnik muammolar bor, huquqiy muammolar bor. To'g'ri, endi bu narsani bosqichma-bosqich harakat qilinyapti. Lekin hozircha bu masala endi nima deydi, o'zini yechimini topish jarayonida. Bu aytish kerakki, bu narsa misol uchun davlat bunga shunchaki qarab turgani yo'q, harakat qilyapti qo'ldan kelgancha. Endi boya aytganimizdek, zamon rivojlangani sari yangi munosabatlar, muammolar kelib chiqqani uchun bu yerda albatta o'sha muammoni yechish uchun muayyan bir tadqiqotlar, muayyan bir tahlillar o'tkazilishi kerak bo'lyapti. Unitet hosil qilishimiz kerak. Bitta misol aytaman-da, shu holatga masalan Instagram ishlatasizmi? Instagram ishlatsangiz yoki Facebook, kirdingizda aytaylik onlayn bozor. Nimadir yoqib qoldi sizga, bitta ko'ylak yoqdi. Shu ko'ylakni ko'rdingizda like bosdingiz. Ertasiga shu ko'ylakka o'xshagan bir qanchasini sizga taqdim qiladi. Shu sizdan shaxsiy ma'lumot, sizning qiziqishingiz ham shaxsiy ma'lumot ekanda, demak. Tushunyapsizmi? Sizning qiziqishingiz o'rganyapti. Nimaga endi talabga yarasha taklif beryapti? Xuddi shunday. Bu oddiy misol bu. Yoki yaqinda Microsoft forumida bir falastinlik bir ayol chiqdi, ya'ni Microsoft xodimasi ekan. Chiqdi-da, ya'ni shaxsiy ma'lumotlarni sotayotganligini isbotlab, o'sha yerda ishdan bo'shaganligini, ular sizlar haqiqiy nima deydi, terrorchilarga yordam beryapsan degan ma'noda bir forumda juda bir og'ir gaplar gapirdim. Bu ham aytmoqchimanki, chet elda ishlab chiqarilganmi, demak u hech qaysi tizimga ishonch yo'q-da. Lekin biz to'liq topshirib qo'yganmiz hamma narsani. Shu o'rinda Baxtiyor aka, Boburga yana bir haqli savol tug'iladi. Umuman O'zbekiston sharoitida shaxsiy ma'lumotlarni tarqalishi yoki shaxsiy ma'lumotlarning tarqalishining natijasida nimalarnidir yo'qotganlarni qanaqa turlari keng tarqalgan? Mana hozir yuqorida aytib o'tdik, Kamolxon aytdilar, bank xodimasi kimnidir nomiga kredit olganligini eshitganmiz dedilar. Yana qanaqa turlari bizda keng tarqalgan? Xabaringiz bor, mana 3-yanvar kuni, joriy yil 3-yanvar kuni prezidentimizning faqat birinchi sonli qarorlari chiqqan. Shu normativda hududlardagi jinoyatchilikning o'sib ketish
chiqishini oldini olish bo'yicha turli xil vazifalar belgilab berildi, bir qator vazifalar belgilandi. Endi Toshkent davlat yuridik universiteti mana shu vazifalarda o'ziga yarasha muayyan bir vazifalar yuklatildi. Yuridik universitet xodimlariga ham biz ham bevosita hududlarga, Toshkent shaharida o'sha hududlarga chiqib bevosita o'rgandik holatda. Va bu o'ylaymanki men uchun ham bir katta tajriba bo'ldi aslida. Va holat shunday bo'lyaptiki, men Toshkent shaharida o'g'irlik jinoyatlari bo'yicha, misol uchun profilaktikasi bo'yicha agarda ko'radigan bo'lsak, o'g'irlik jinoyatlarini o'zi ham an'anaviy o'g'irlik jinoyatlariga nisbatan bir necha barobar o'sib ketgan. Ya'ni kiber o'g'irlikni nazarda tutaman. Tushunarli? Demak, bu an'anaviy o'g'irlik pasayapti. Qarang-da. Tendensiya pasayib ketyapti. An'anaviy o'g'irlik yo'q. Bugun aytdim-ku, jinoyatchini oldimizdan izlashimiz kerak emas. Lekin kiber o'g'irlik, ya'ni masofadan turib o'g'irlik qilish jinoyatlari oshib ketyapti. Va yana bu yerda biz o'ziga yarasha har bir hududning xususiyatini hisobga olgan holda muayyan bir metodikalarni ishlab chiqdik, metodikalarni taqdim etdik va o'ylaymanki, bu ham keyingi o'sha xunmoza qilish organlariga, o'sha qiluvchi organlarga o'z navbatida bir uslubiy yordam berishga xizmat qiladi. Rahmat. Savollar bo'lsa, marhamat mutaxassislarimizga. Yaqinda bir 3-4 kun oldin call centerga telefon qildim bank bo'yicha. Telefon qilsam oldin har doim meni o'sha pasportimni ma'lumotini so'rashardi, keyin savolimga javob berishardi. Shu sababli texnik sabablarga ko'ra sizga haligi shu pul jo'natilmadi, kun davomida jo'natiladi deb aytardi. Ozgincha fiklatim bor edi. Nima deydi? Omonat. Kecha bo'lsa bir qiz oldi, o'sha call center har doimgi nomeriga qilyapman. U qiz meni pasportimni so'radi. Pasportimni aytdim-da, dandisini aytsam, keyin aytayaptiki, bankda qancha summa qo'ygansiz deydi. Endi qiziqarli. Bu birinchi marta eshitishim. Qancha summa? Xodimga ko'rinishi kerak ma'lumot. Berilishi kerak emas. Unda ko'rinishi kerak, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar. Uchinchisi, u qiz menga shubha uyg'otgani, yaxshi ham sal bo'lsa ham ana qilib qoldim. Shubha uyg'otgani aytadi, sizda kartangiz ham bor, deydi. Kartam borsam shu kartada deydi, bir maxfiy so'z bo'ladi deydi, har bitta kartada. O'sha so'zni aytmasangiz, men sizga hozir nima sababdan bugun pulingiz kelmaganini aytib bera olmayman dedi. Aytib, senim siz bugun birinchi ishga chiqishingizmi call centerga? Menga hali shuncha operatorlar, call center operatorlar bunaqa savol bermagan. Oddiy pasportimni aytaman, ismi, familiyam palonchi, pistonchi deyman. Shu sizlarning vkladchiga omonat saqlayman, sizlarning abonentinglar deydimi, shu mijozinglar deyman. Keyin bugun shunaqa bo'ldi, texnik sabablarga ko'ra shu pul uzatilmay qoldi. Biz javob beradi savolingizga. Anaqa jo'natdik, sizni dopros jo'natdik, kun anaqa uzatiladi kun davomida deydi-da. Lekin men bu qizni gapi o'ta menda shubhali tuyuldi. Keyin kun bo'yi ko'nglim g'ash bo'lib yurdi-da. Bunaqa jinoyatni mana shu internetlar orqali kimdir pulini yechib olibdi, mana bunaqa bo'lib turgan voqealarni eshitamiz. Shu jinoyatni kim qiladi? Ani ko'chada kartochka piyoz sotib o'tirgan qiz yoki bir bola qilmaydi-da. Buni ongli ravishda shu sohani usta mutaxassisi, hamma sirni bilgan yoki shu sohadan bo'shab ketgan, masalan bankda ishlab turib bo'shab ketgan yoki nimadir bir aybi bilan bo'shatib yuborgan bo'lsa, bu o'zi bilan shu ma'lumotlarni olib ketadi. Masalan, siz bilan biz kira olmaymiz kompyuterda. Mening o'sha yerda fiklatimiz bo'lsa ham oliy ma'lumotlaymiz, lekin biz kira olmaymiz, o'ta aqlimiz yetmaydi ba'zi bir narsalarga. O'sha keyin ba'zi bir juda o'ta kechirasizlar, men kechirim so'rayman ichki ishlar xodimlaridan-da, o'ta nozik xabarlarni kimdir haligi eshitib qolamiz-ku, yangiliklarda kimgadir sotibdi, shuning uchun qo'liga tushib desa, uni biz bilmaymiz-ku, davlatimiz bir sirini, boshqasini, o'sha sohani ichida yurgan odam, ichimdagi dushmanlarim deydi-ku, o'zingni o'g'ri ham o'zingni atrofingda yurgan odam, u ayoqda yurgan yo qayerdandir uzoqdan kelgan, sizni tanimagan odam o'g'irlik ham qilmaydi, siringizni ham bilmaydi. O'shani aytmoqchi edim, shu qizni mendan maxfiy kartamni maxfiy so'zlarini so'rash to'g'rimi? Masalan, familiyamni aytdim, ID'mi, nomerini aytdim. Bo'ldi, u yog'iga sizda shunaqa muomala yoki muammo bor ekan. Javob berish kerak u yog'iga. Lekin u savol ko'payadi. Mana shunday vaziyatlarda nima qilish kerak? Call center ustidan ariza yozmoqchi edim. Yana mayli qo'yay dedim-da, yana o'zim ana qildim. Tushunarli. Dilxomar opa, sizga rahmat. Bobirjon yoki Bobir aka, qaysi biri Bobir?
savol uchun rahmat. Bu endi siz aytganingizdek axborot xavfsizligi yo'nalishiga to'g'ri keladi. Chunki uni huquq va majburiyatlari bor. Masalan, shu operatori sizdan u ma'lumot so'rashi qanchalik to'g'ri noto'g'riligini uni huquq va majburiyatlari to'g'risidagi offertadan ko'rib chiqsa bo'ladi. U so'rash kerak bo'lmagan ma'lumotlarni so'rayotgani endi u o'zini noqonuniy xatti-harakatlar qilmoqchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Misol uchun endi ko'rmaganimizni, bilmaganimizni, aniq ma'lumotga ega bo'lmaganimiz uchun bir nima deya olmaymiz. Yana bitta tarafi bor. Axborot xavfsizligini talabini bajarayotganda, masalan, har bir xodimim birma-bir yo'riqnomadan o'tkazadi. Unga tushuntiradi. Mana bunaqa funksiyalari bor, shuni olishing mumkin emas. Hammani o'zini roli bo'ladi. Hamma kimgadir qaysidir ma'lumotlar ko'rinadi, qaysidir bo'layotganlarda qaysidir ma'lumotlar ko'rinmaydi. Bu axborot xavfsizligi dunyo statistikasiga e'tibor beradigan bo'lsak, 90% dan oshiq axborot hujumlari ichki tomondan bo'ladi. Bu ichki tomondan bo'ladi deganda, masalan, norozi bo'lgan xodimlar tomonidan ichkarida masalan login parollarni biladi. Bu 10% endi kamdan kam bo'ladigan holati ko'chadan, tashqaridan, brute force atakalar, hakkerskiy atakalar bo'lishi mumkin. Keting, o'sha aynan hozir bir so'z ishlatdingiz. Shaxsga doir ma'lumotlarni chet davlatlarga transchegaraviy uzatish mumkinmi? Va uning qonuniy talablari bormi? Shaxsga doir ma'lumotlarni transchegaraviy uzatish to'g'risida shaxsga doir to'g'risida qonunda aytib o'tilgan. Bu shaxsga doir to'g'risida qonunda sizdan ruxsat olish kerak. Bu ruxsat transchegaraviy uzatishdan oldin hammamiz ko'rganmiz, hamma galchka qo'yib o'tib ketadi, boya aytib o'tilgandek, ichini o'qimaymiz. O'sha joyda aynan ko'rsatib ketishgan nima maqsadda sizni shaxsga doir ma'lumotlaringiz qayta ishlanadi, qancha muddatga, qanaqa holatlarda sizdan foydalanadi, qachon o'chirib tashlanadi. Shaxsga doir qonunda masalan bo'limida aynan ko'rsatib ketilgan, siz o'z shaxsga doir ma'lumotlaringizni o'chirib tashlashni talab qilish huquqingiz bor. Masalan, yangi konstitutsiyamizda reforma bo'lgandan keyin ham 31-moddada aynan qo'shib ketilgan, shaxsga doir ma'lumotlaringizni hech kimga bermaslik, o'chirib tashlashni talab qilish huquqiga egasiz. Transchegaraviy uzatsa bo'ladi, faqat sizdan ruxsat va davlat organlaridan ruxsatnomalar olgan holda. Dasturimizdagi ishtirokingiz, o'rinli va asosli fikr mulohazalaringiz uchun barchangizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Demak, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish masalasi faqatgina davlat yoki alohida tashkilotlarning vazifasiga kirmaydi, balki butun jamiyatning umumiy mas'uliyatidir. Bu borada davlat, biznes va fuqarolik jamiyatining kompleks yondashuvi bilangina qanaqadir natijalarga erishish mumkin. Shunday ekan, teletomoshabinlar, o'z shaxsiy ma'lumotlaringizga e'tiborli va ehtiyot bo'lishingizni tilab qolamiz. Demak, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bu shunchaki texnik vazifa emas, balki tez o'zgarib borayotgan dunyoda har bir insonning huquq va erkinliklarini muhofaza qilishning asosiy kafolatidir. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.